Keling aka, uch kerakmi? Chiroq qilib yuboring shuni. Al, hop. Beradigan odam bormikin? Keling aka, mana men borman-da. Men yuvib beraman-da aka mana. Charchamayapsizmi? Bera olasizmi aka? Yuvib beraman aka. Plastikon chiroqni berasizmi aka? Xo'p. Aka bo'lib qoldimi? Ha, bo'ldi aka, xudo xolisa. Xo'p aka, necha pul oldi bizdan aka? Aka, mashinangiz bo'ldi. Bo'ldi uka. Sizga ham rahmat a. Mana xizmatingizga. Xo'p, rahmat. Tushunmadim aka. Narigi mashina siznikimi? Ha uka. Siz o'zi mo'lkachimisiz aka? Yo'q uka. Mo'lkach emasman. Bu dadam rahmatli mashinasi edi. Bundan 2 yil oldin sizlarga nasib qilgan ekan. Shunga dadam mashinasini ko'rib, shu mashina keldi, ichim muzlab ketdi uka. Har doim shu skameykadan stolda o'tirardi, men o'zim yuvib, duosini olib yurardim. Shu mashinani ozgina bo'lsa ham dadam oldimda yo'q bo'lsa ham yuvib maza qildim uka. Otangiz bormi? Bor aka, Allohga shukr. Otangiz hayot bo'lsa uka, qadriga yeting. Sizga rahmat ukajon. Yana bir bor menga dadamni eslatib qo'ying.